Ushbu 3 ta mahsulotni farzandingizni 1 yoshgacha aslo bermang. Birinchisi do'konchiliklar va qandolat mahsulotlari. Konfetlar, shokoladlar, pirojni va tortlar tarkibidagi rangli bo'yoqlar va sun'iy ta'm beruvchi mahsulotlar hamda arzon yog'lar farzandingiz salomatligi uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Kakao mahsuloti esa o'ta kuchli allergen bo'lib, 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga umuman mumkin emas. Ikkinchi mahsulot bu tuz va tuzlamalar. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning ratsionida ovqatiga nafaqat tuz qo'shmaslik, balki tuzlangan mahsulotlarni umuman bermaslik kerak. Bular tuzlangan bodring, chipslar, tuzlangan kartoshka va hattoki qurt. Sababi ortiqcha tuz tanada ortiqcha suvning to'planib qolishiga sabab bo'ladi va yurak-qon tomir tizimiga ortiqcha yuklama degani. Farzandingizni qiynamang. Tuz bermang. Uchinchi mahsulot bu kolbasa va sosiskalar. Eng yaxshi sifatli kolbasa va sosiskalar ham o'z tarkibida ortiqcha tuz, konservantlar va ortiqcha yog' saqlaydi. Boz ustiga qadoqqa o'ralgan kolbasa va sosiskalardan botulizm yuqish xavfi bor. Uning ustiga saqlanish muddati o'tib ketsa yoki noto'g'ri bo'lsa, zaharlanish ehtimoli ko'p. Ushbu videoni nabiralarni yaxshi ko'rib, shirinliklar xarid qiladigan va xohishlariga ko'ra sosiska qaynatib beradigan buvijon va bobojonlarga yuborib qo'yasiz.